Ikkinchi variant 23-savol. X, Y, Z organlar uchun mos javobni aniqlang. Xos mos javoblarni aniqlang. Z 12 barmoq ichak deb belgilab oldik. Y ni oshqozon osti bezi, X ni esa taloq deb belgilab oldik. Z devordagi bezlar ichak shirasini ishlab chiqaradi. X filtratsiya va reabsorpsiya jarayonini amalga oshiradi. Langergans orolchalari ichki sekresiya vazifasini bajaradi. Langergans orolchalari ichki sekresiya vazifasini bajaradi. X da qon deposi vazifasini bajaradi. To'g'ri. Insulin glukagon ishtirokida qonda qon miqdorini normallashtiradi. Bu ham to'g'ri. Z o't suyuqligining yo'li ochiladi. Bu ham to'g'ri bo'ladi. Javob B variant bo'ladi.